Men O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti o'zbek tilshunosligi kafedrasi professori Qurbonova Muhabbat Matyakubovna bo'laman. Bugun sizga tilshunoslik nazariyasi fanidan taqdimot bilan dars o'tib berishni rejalashtirganman. Mavzuyimiz lisoniy ziddiyat va uning turlari. Darsimiz quyidagi reja asosida bo'ladi. Birinchi, demak, lisoniy ziddiyat tushunchasi. Keyin esa lisoniy ziddiyatning turlari. Birinchi, noto'liq ziddiyat, ya'ni privativ ziddiyat va darajali gradual ziddiyat. Uchinchisi, teng qiymatli, ya'ni ekvivalent ziddiyat hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, ziddiyat tushunchasi paradigmatik munosabat, paradigma kabi tushunchalar bilan uzviy bog'liq. Shu sababdan dastlab paradigma tushunchasiga ta'rif berishimiz maqsadga muvofiq. Har biri o'ziga xos belgilari bilan boshqasiga qarama-qarshi turadigan lisoniy birliklar yig'indisi paradigma hisoblanadi. Paradigmani tashkil etuvchi birliklar paradigma a'zolari deyiladi va paradigmada kamida ikkita a'zo bo'lishi shart. Ikki yoki undan ortiq a'zolar munosabatga kirishsagina paradigmani hosil qiladi. Bir paradigma a'zolar orasidagi munosabat esa tilshunoslikda paradigmatik munosabat deb ataladi. Paradigma tushunchasini sizga tanish bo'lgan kelishiklar yoki bo'lmasam egalik kategoriyasi misolida tushuntirishga harakat qilaman. Demak, mana bu slaydimizda ham kelishik kategoriyasi, kelishik paradigmasi hamda egalik paradigmasi berilgan. Demak, kelishik paradigmasi o'zbek tilida 6 a'zodan iborat. Ularni umumlashtiruvchi belgi esa tobe so'zni hokimga tobelantirib bog'lash ma'nosida keladi. Bu esa kelishiklarning umumiy grammatik ma'nosi hisoblanadi. 6 ta kelishik ham xuddi shu vazifani bajaradi. Lekin 6 ta kelishik o'z navbatida bir-birini inkor qiladi, bir-biriga ziddiyatda turadi. Chunki vatanningdagi qaratqich tegishlilik ma'nosi vatanidagi ni qo'shimchasi ma'nosiga mutlaqo ziddir. Yoki bo'lmasam yo'nalish kelishigi bu yo'nalishni ko'rsatsa ga qo'shimchasi, dan esa o'rin payt ma'nosini ko'rsatishi bilan bir-birini nima qiladi? Inkor qiladi. Bu demak, paradigmaga xos bo'lgan asosiy xususiyat yuqorida aytganimizdek umumiy belgilar asosida birlashadi va o'ziga xos belgilar asosida ziddiyatga kirishadi. Bu yerda yana egalik qo'shimchasi ham berilgan. Egalik qo'shimchasi ham o'zbek tilida 6 ta a'zodan iborat, ya'ni 3 ta shaxs, ularning birlik va ko'plik shakllari 6 ta a'zoni tashkil qiladi. Va ular ham demak o'zbek tilida qarashlilik, egalik ma'nosini ifodalashi bilan umumiy bitta sistem guruhga birlashadi va ayni paytda shaxs hamda birlik ko'plikni ifodalashi jihatidan bir-birini inkor qiladi. Bu esa o'sha paradigmaning yuqorida aytganimizdek o'z nimasini, mohiyatini tashkil etadi. Lisoniy birliklar tizimining qaysi lisoniy sathiga mansubligiga ko'ra ular demak fonetik paradigma, leksik paradigma, morfologik paradigma va sintaktik paradigmalarga bo'linadi. Paradigma a'zolari o'zaro ziddiyatda turadi dedik yuqorida va bu ziddiyatlarning quyidagi turlari mavjud. Birinchisi noto'liq, ya'ni internatsional nomi privativ ziddiyat, darajali ziddiyat. Ikkinchisi uni nimasi internatsional termini gradual ziddiyat. Uchinchisi esa teng qiymatli, ya'ni ekvivalent ziddiyat hisoblanadi. Noto'liq ziddiyat bir-biri bilan ziddiyatga kirisharkan, ular bir-birini qisman inkor qiladi. Demak, oxirigacha inkor qilmaydi. Qaysidir jihatdan ular bir-biri bilan o'xshaydi, qaysidir jihatdan esa o'xshamaydi. Masalan, o'sha noto'liq ziddiyatda a'zolardan biri ziddiyat belgisiga ko'ra ijobiy bo'ladi, boshqasi esa betaraf munosabatda turadi. Masalan, ona va ayol leksemalarni misolda tushuntiradigan bo'lsam, bu ayol deganda biz onani ham, ona bo'lmagan ayollarni ham tushunishimiz mumkin. Bu nima degani? Demak, farzand ko'rish belgisi asosida ular ziddiyatga kirishadi. Ayol deganda o'sha farzandi bor yoki yo'qligi bu aniq emas. Ya'ni shu sababdan u paradigmaning betaraf a'zosi hisoblanadi. Ona leksemasida esa albatta o'sha farzandi bor, ya'ni farzand ko'rgan degan belgi aniq ko'rinib turganligi uchun bu ziddiyatda u kuchli a'zo bo'ladi. Demak,
ayol ona ya'ni farzandli ham bo'lishi mumkin yoki farzand ko'rmagan ayol ham bo'lishi mumkin. Shu jihatdan ona va ayol leksemalari noto'liq ziddiyatga kirishadi. Ziddiyatning kuchli a'zosi barqaror, o'zgarmas musbat alomati bilan beriladi. Adabiyotlarda kuchsiz a'zo esa nol belgisi bilan beriladi. Chunki unda hali aytganimizdek, u belgi bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu yerda yana bola va o'g'il leksemalar misolida mana tushuntirganmiz. Bola o'g'il bola ham bo'lishi mumkin, qiz bola ham bo'lishi mumkin. Tilimizda bola leksemasi ikkala leksemani ham anglatib kelishi mumkin. Lekin bola leksemasida uning jinsi noaniq, o'g'il leksemasida esa jins aniq. O'sha jinsni ifodalashiga ko'ra o'zbek tilida o'g'il va bola leksemalari noto'liq ziddiyatga kirishadi. Noto'liq ziddiyat barcha sathlarda mavjud. Bu masalan morfologiyada ham shunaqangi misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan, mustaqil va nomustaqil leksemalarning o'rtasida demak noto'liq ziddiyat bo'lishi mumkin. Bunda lug'aviy ma'no ifodalay olmaslik belgisiga ko'ra ziddiyatda mustaqil leksemalar belgilanmagan. Kuchsiz a'zo bo'lsa, nomustaqil leksemalar belgili, kuchli a'zo sifatida namoyon bo'ladi. Chunki nomustaqil leksemalar barqarorlik, o'zgarmaslik belgilariga ega, mustaqil leksemalar esa o'zgaruvchan xususiyatiga ega bo'lib, ba'zan yordamchi leksemalar o'rnida ham kela oladi. Bunga yarim ko'makchilar, yarim bog'lovchilarni misol keltirishimiz mumkin. Darajali ziddiyat. Demak, darajali ziddiyatda a'zolar kamida 3 ta bo'lishi kerak. Ular til belgisining o'sib borishiga ko'ra qator hosil qiladi. Darajali ziddiyat ham tilning barcha sathlarida uchraydi. Masalan, bu yerda demak unli fonemalar misolida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Masalan, o, o, u unlilar o'rtasida demak darajali ziddiyat bor. Bu yerda asosiy belgi tilning ko'tarilish darajasiga ko'ra bu ziddiyat olingan. Leksikada esa tuzuk, durust, yaxshi, ajoyib kabi so'zlarimizda demak o'sha belgining o'sib borishi, tuzukda demak ozgina, durust deganda unga nisbatan kuchliroq, yaxshi undanda yuqoriroq va ajoyib deganda o'sha belgining yuqori darajada ekanligi ko'rinadi. Yana bitta misolni aytadigan bo'lsak, bu yerda mana shivirlamoq, pichirlamoq, aytmoq, gapirmoq, baqirmoq, hayqirmoq. Bu o'zi aslida o'zbek tilida sinonimik qator hisoblanadi. Bu yerda ovozning balandlik darajasiga ko'ra bular darajalanish ziddiyatiga kirishadi. Pichirlamoq bilan hayqirmoq o'rtasida hatto antonimik, ya'ni bir-biriga kuchli haligi ziddiyat ham ko'rinishi mumkin. Darajali ziddiyatlar muayyan tilning lug'at boyligini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda mana yana berganmiz gapir, baqir, hayqir. Gapirdan ko'ra hayqirda ovozning darajasi yuqorilab boradi. Teng qiymatli ziddiyat bu 3-tur hisoblanadi. Teng qiymatli ziddiyatda ikki a'zo o'ziga xos xususiyatiga ko'ra qarshilantiriladi va ular bir-birini to'liq inkor qiladi. Masalan, jarangli jarangsizlar paradigmasi ziddiyatida yoki bo'lmasam leksikologiyadagi o'sha antonimlar yoki korrelyativ so'zlar bor. Ota, ona, aka, uka kabi. Bularda ham o'sha o'rtada ma'lum bir belgiga ko'ra ziddiyat bor. Qaysi biridadir demak aka ukada demak aka mendan katta, uka mendan kichik. O'sha katta kichiklikka ko'ra ular bir-biri bilan ziddiyatga kirishadi. Ota ona esa ikkalasi ham farzand uchun birinchi bo'g'indagi qarindosh, lekin bittasi jinsiga ko'ra u ota, bu ona. Bu yerda ham muayyan bir belgi asosida ular bir-birini to'liq inkor qiladi. Shu sababdan bunday ziddiyatlar to'liq ziddiyat hisoblanadi. Tilimizda barcha sathlarda ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana morfologiyada birlik va ko'plik kategoriyasi o'rtasidagi o'timli va o'timsizlik, bo'lishli bo'lishsizlik, sifatlardagi asli va nisbiy sifatlar, sintaksga keladigan bo'lsak, egali va egasiz gaplar, mustaqil va nomustaqil kesim kabi tushunchalar o'rtasidagi ziddiyat, bular
to'liq ziddiyat hisoblanadi. Bugungi darsimizda demak sizga paradigma va uning turlari haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Demak, paradigma bu bir necha a'zolardan tashkil topgan, o'xshashlik va farqlilik asosida birlashgan birliklar yig'indisi hisoblanadi. Paradigmani nafaqat fanda, balki ijtimoiy tuzumdan ham olishimiz mumkin. Bunga ko'ra u ijtimoiy paradigma, fanniy paradigmalarga bo'linadi. Va ziddiyatlarni 3 ta asosiy tur haqida ma'lumot berdik: to'liq, noto'liq va darajali ziddiyatlar. Bugungi darsimizdagi o'sha paradigma va ziddiyat tushunchalarini tilshunoslikka Ferdinand de Saussure olib kirgan va bu tushunchalar sistem tilshunoslikning asosiy tushunchalari hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.